2024-yilda trendga aylangan Mallubi fasonni ishlab chiqaruvchilar xonadonidan to'liq obzorni ko'rsatib beramiz. Qadrdon tomoshabinlar, bu komplektda spanligi, trimosi, ikkita tumbasi va shkafi bor. To'liq obzorni ko'rsatib beramiz. Aka, shkaf necha joyga tushadi? Assalomu alaykum. Shkafimiz общий joy egallash 240-215 bo'ladi. Kupeli variantda bu. Hop, yonboshga ochiladi. Bemalol tor xonadonlarda ham joy egallash kam bo'ladi. O'rta polka bo'ladi, ikki cheki vishilka. Ichki chuqurligi 60 bo'ladi. Bemalol ayollarimiz eng katta muammosi kiyim ilsamaga chiqib qoladi. Bunaqa holat kuzatilmaydi. Tushunarli. Umumiy materiali nimada bo'lgan aka? Hop, umumiy materiali rossiyskiy laminatda bo'lgan, chekalari zavodskoy PVH kromkada bo'lgan. Stanoyda bosiladi. Undan tashqari tayda g'aladonlari bor. 3 ta. Ruchkalari ham temirdan bo'ladi, yelimdan bo'lmaydi. Bemalol qancha tortib ishlatsa ham sinib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Hop, gullarimiz ham, hop, shkafimiz gullari ham mana ikki chekasidagi xolovchilar uchun boshqa variantlarimiz ham bor. Xohlasangiz, oynasiz varianti ham qilib beramiz. Xohlasangiz oynasiz variantini ham qilib beramiz. Xohlasangiz gulini almashtirib ham beramiz. Undan tashqari tepasida svetinglari bor, 3 xil yonadi. Buni bagetlari ham, tonni, buni hop, narsalari ham turetskiy zapchasi ishlatilgan. Turetskiy zapchasi bo'lgan, bemalol monolar ham chiqib ketib qolmaydi, boshqa bo'lmaydi. Juda ko'pchilikda chiqib ketib qoladi. Bu unaqa holatlar kuzatilmaydi, xudo xolasa. Sekretni ham qilib berilaveradi. Sekretni ham qilib berilaveradi, xolasa. O'rtasiga sekretni qilib beramiz. Tushunarli. Tumbalar haqida ma'lumot berishkalarimiz ham 100% PVH kromka, zavodskoy kromkada bo'lgan, rossiyskiy laminatda. Ichlari keng, bemalol kirib chiqishlari yengil. Ayollariga ham e'tibor beriladi, bir xilda bo'ladi. Hop, trimoyimizga keladigan bo'lsak, trimoyimiz o'sha joy egallashi 140 ga 190 joyga tushadi. Bunda svetnilari bor. Mana bunaqa ayollarimiz uchun parxmera, tilla buyumlarni solib qo'ygani ham joylar qilib ketilgan. Joylar qilib ketilgan, bemalol yosh bolalar o'ynab boshqa qilib yubormaydi. Hop, bu ikki chekasida nimalari ham, polkalari ham bor. Bular zavodskoy vakuumda bo'ladi. Ruchkalari ham temirdan bo'lgan, ko'rganinglardek. Bemalol. Hop, spanligimizga keladigan bo'lsa, spanligimiz общий joy egallashi 280 ga 190 joyga tushadi. Matrasimiz 220 ga 170 bo'ladi. Hop, bunolari germantin bo'ladi. Bemalol suv, boshqa to'kilsa ham o'zida dog' ushlamaydi. Bemalol artib tozalab, yuvib ishlatsa bo'laveradi. Matrasiga necha yil garantiya beramiz? Matrasiga 2 yil garantiya beramiz. Biz tomonidan 2 yil garantiya beriladi. O'zi bemalol 10 yildan oshiqqa yaraydi. Necha xil svetda qilib bera olasizlar? Hop, svetini farqi yo'q. Bizda hozirda o'zimizda 10 xil svet ishlab chiqarilyapti. 10 xildan oshiq svetlarimiz bor. Yana xohishiga qarab turib qilib berilaveradi. Tushunarli. Undan tashqari materiallarni moshi materialga ham almashtirib berilaveradi. Shuni narxi necha pul chiqyapti endi aka? Hop, buni hozirgi kundagi narxi 9 million chiqyapti. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanovkasi ichida, O'zbekiston bo'ylab xuddi shu narxni ichida dastlabki qilib chiqarib beramiz. Vohalarga. Upakovka shaklida. Upakovka shaklida boradi. Ustanovkamiz yo'q, lekin xohlasa ustanovka qildiraman o'zlariga desa, aloqaga u yog'ini kelishib olaveramiz. Hop, bunimiz ham rossiyskiy laminat, zapchaslari ham hamma yo'q turetskiyda bo'lgan, paralonlari ham, ichidagi paralonlari ham, hop, plyunuslari 22 nima bo'lgan, matraslarimiz 17 qatorda bo'lgan. Hop, bu sondiqsiz variantda, xolasa yarim sondiqli variantda, xolasa mexanizmli variantda ham chiqarib beraveramiz. Puli kelishiladi. Pulini kelishamiz. Mashina o'zini 3 xil 4 xil variantga o'zgartirsa bo'laveradi. Yana nimalar qilasizlar aka? Hop, uloy, mehki, oshxonaga go'rkalar qilamiz. Hozirda ulgurmadik, ularni ham nima qilishimiz. Sababi bizda ishlab chiqarishlik uchun tayyor turish qiyin. Hop, tayyorlagan ishlarimiz ketib qoladi, faqat zakazsiz chiqarib beramiz. Tushunarli. Bitta ish necha kunda bitadi aka? Zakaz bersa va necha foiz oldindan to'lov qilish kerak? Zakalat hisobida. Zakalat hisobida endi sharoitdan kelib chiqib tushirib berilaveradi. Aniq summa moncha tushirib beradi demaymiz. Sharoitdan kelib chiqib qancha ko'p tushirib bersa, o'ziga ham bizga ham shuncha yaxshi, lekin hop, qolganini vodiyda bo'ladigan bo'lsa, obar o'rnatib berganimizdan keyin beriladi. Vohaga bo'ladigan bo'lsa, mashinaga chiqarib yuborganimizdan keyin bo'ladi. Mashina yo'lga chiqqandan keyin qolgan pulni tushirib beradi. Tushunarli. Xo'p, yana bitta savolim bor edi.
Ha, necha kunda tayyor bo'ladi bu? Aka zakaz berilsa. Hop, buni zakaz berilsa 3 kundan bir haftagacha cho'zilishi mumkin. Sababi biz buni zavodskoy kromka qilib nima qilganimiz uchun laminat sexlarimizda chiqishi juda nimaroq bo'ladi. Keyin o'chirtga ham qaraladi. Qadrli tomoshabinlar, mana bunday ko'rinishda, bundan tashqari 7 million so'mlik komplektlar ham bor. Albatta, bizda 6 milliondan boshlanib ketaveradi. Eng arzoni boshqacha high-tech variantlarimizda 6 million so'mdan boshlanib, hop 30 milliongacha bo'lgan narsani o'zimizdan ishlab chiqariladi. Tushunarli. Zakaz asosida ham magazinlarga ham ishlayveradi. Zakaz asosida ham optimga ham ishlayveramiz. 10 ta, 20 ta qancha desa chiqarib beraveramiz. Tushunarli. Qadrli tomoshabinlar, ayni daqiqada biz Andijon shahridamiz. Mana bunday ma'lum mebel ishlab chiqaradigan, umuman olganda spalni komplekt ishlab chiqaradigan akalar xonadonidamiz. Ekraningizdagi telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqib, Mallubi deysizmi, high-tech stildagi mebellarga deysizmi, xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Akalarga aloqaga chiqsangiz, uyingizni dizayniga moslab ham mebel qilishib berishaveradi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shundan iborat edi. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringizga ulashing. Shunda biz qilayotgan mehnatimiz ko'pchilikka yetib boradi. Hozircha siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling.